Assalomu alaykum go'zallarim, omonmisizlar? Sizlar bilan bugun bir ota-bobolarim qilgan ishni men ham bir qilayin deb yer hovlimga keldim. 4 toshni topdim, ikki tomonga qo'ydimda qozonimni o'ntarib, yarim soat deganda o'timni zo'rg'a yoqib oldim. Ko'kmaradan qozon zakaz qilib ishlatdim. Turkiyadan qozon zakaz qilib ishlatdim. Ne zamon bo'ladi bu qozonni salofan paketga o'rab, yer to'lamni bir burchaga qo'yib qo'ygandim, kimgadir berib yuborishim kerak deb. Qarasam adashibman. Bu qozonni o'zim ishlataman ekan. Ey qozon, senga yetadigani yo'q ekan dedim. Qozoniylar qizigan sari shundoq oqarib chiqadi. O't tegmagan joylarni asta-sekinlik bilan jildirib yana o't yoqishda davom etsanglar, qolgan joylari ham asta-sekinlik bilan oqarib chiqadi. Qoraygan joylarni pichog'im bilan shundoq qilib qirgandim. Oppoqqina qozon bo'ldi-yu qoldi. Shundoq qozonimni o'ntarib, ichlarini ham yaxshilab artib tozalab tashladim. Bu arada 4,5 yasharlik qizim quloq miyam yedi, oyijon meni ham video qiling deb, hozir otang kelsa seni ham meni ham video qiladi dedim. Chunki erim YouTube'dagi kanalimni bilmaydi-da. Shundoq bo'lib oppoqqina qozonim bor ekan, u bilmay yuribman ekan. Chistalim bilan yuvgandim, oppoqqina qozon bo'ldi-yu qoldi. Dildora, qozoning qulluq bo'lsin.